Namanganda kim eng ko'p grija bo'ladi? Ustalar yoki sartaroshlar? Ustalar. Ustalar yoki ofis ishchilari? Albatta ustalar. Ustalar yoki savdogarlar? Bu yerda savdogarlar, chunki ko'pchiliklari kun bo'yi tik turishadi. Savdogarlar yoki haydovchilar? Haydovchilarda grija ko'proq uchraydi. Haydovchilar yoki stomatologlar? Bu yerda ham haydovchilar. Haydovchilar yoki hamshiralar? Afsus, haydovchilar. Haydovchilar yoki biznesmenlar? Oxirgi payt biznesmenlarda ham grija ko'payib qoldi, lekin haydovchilarda ko'proq. Haydovchilar yoki chevarlar? Qiyin tanlov, lekin tan olish kerak, chevarlarda grija ancha ko'proq. Chevarlar yoki santexniklar? Chevarlar. Chevarlar yoki avtomexaniklar? Oxirgacha chevarlar, chunki meni fikrimcha ularchalik ko'p grija bo'ladiganlar yo'q. Sababi kun bo'yi o'tirib, egilgan holatda ishlashadi va belga katta bosim tushadi. Faxriddin aka, agar chevarlar Rehabus klinikasiga kelishsa, qanaqa qulaylik qilib bera olasiz? Nafaqat chevarlar, balki shu videoda chiqqan barcha kasb egalariga klinikamizda massaj va manual terapiya xizmatlari uchun 10% chegirma qilib bera olaman. Videoni namanganlik tanishingizga yuborib, bel va bo'g'imlar og'rimasligi uchun sahifamga obuna bo'ling.